Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda obunachilarimiz. Mana dastlabkamiz Namangan viloyat Tuz tumaniga 3 ta odamga ketyapti. 4 mingta ochiq ko'chatimiz. Kanalimizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa hammasini ko'rsatamiz. Ekish, dastlabkaga tarqatish hammasini tashlab boramiz. Qo'llab turasizlar. Videolarimga like bosib, obuna bo'lmaganlar kanalimiz rivojiga hammalarga rahmat. Xudo xolasa video davomida ko'rasizlar. Xudo xolasa birinchi dastlabkamiz tushiryapmiz. Yetib keldi xudo xolasa manzilga. Daladagi. Sen uydan tayyorni yuklab. Meni ham YouTube'ga chiqarib yursang, Mana teraydi holati. Odamdan ancha baland ekilgan holati ham. Ikkita apparat hisobiga otibdi. Mana chuqurligi. Xohlasa ertaga menga qilib bir yo'liga ekib, Chuqurligi dahshat. Bundan ortiq bo'lmaydi. oshib kamini telefon qilib gaplashaveramiz. Mana ekish jarayonlarimiz xudo xohlasa yetib ketyapmiz. Namangan viloyati Chust tumanidamiz. Ikkita apparatimiz ishlayapti. Chuqurligi mana. Ay ko'rinmaydi dahshat. Zo'r chuqurlikda ko'rinyapti. Xudo xolasa kimga qancha kerak bo'lsa bemalol aloqada bo'laveramiz, telefon qilaverasizlar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like, obuna bo'lib qo'yasizlar, ko'proq odam ko'rish uchun. Hammalaringga rahmat. Xudo xolasa bundan qiziq videolarda chiqarishda davom etamiz. Kanalimizni qo'llab-quvvatlayverasizlar. Bitta obuna bosib qo'yish, like bosib qo'yish jalka emas. Hech kim yelkasida ko'tarib yurmaydi. Patechkada bo'lib turasizlar. Hammalaringga rahmat. Namangan Chust tumani 3 mingta ko'chat olib kelganmiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hammalaringga rahmat.